Bu sinimizni taniganlar bormi? Asal sinimizni. Assalomu alaykum. Xush kelibsizjon, salomimiz asalim. Yaxshi o'tsinmi? Xudoga shukr. O'tgan yangi yil ayyomlaringiz bilan. Birga bo'lsin. Biz ham hozir yangi yil tadbiriga ketyapmiz. Shuning uchun chiroyli ukladka. Bularga ishonaman. Xudo xohlasa chiroyli qilib beradi degan umiddaman. Qaranglar. Chiroyli mana kudurjik sochlari bor ekan, jingali. Chiroyli qilib hozir qilib beramiz qizlarjonlar. Bo'ldi. Rezultatni oxirida ko'rasizlar. Xudo xohlasa. Yangi yil ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Yaqinda 2026 yil kirib kelyapti va hammada yangi yilga tayyorgarlik. Ayniqsa san'atkorlarda qanaqa salonga bor ekan, nima qo'yiliki, mana shunaqa boqma. Men sizlarga hozir eng qulay Sephora'ni taklif bermoqchiman. Nodir opa sochlarimni shunaqa chiroyli qilib qo'ydilar. Juda ham shoshilinch. Shundoq kelsam, shundoq oldilar, shundoq go'zal qilib qo'ydilar. Shunaqa yoqdi. Juda ham ko'pchilik salonchilarga tushuntira olmagandim, nima xohlaganimni. Nodir opaga tushuntirdim, bittada qilib berdilar. Sizlar ham tashrif buyuringlar. Bu yoqda muomalalarni zo'r qilib qo'yishadi, mazza qilib issiqqina qahva ichib, sochinglarni ham o'zinglarni ham go'zal qilib ketasizlar. Tashrif buyuringlar, barchani ham kutamiz.